Nega bizada stomatologlar emas, ota-onalar ham nima deb o'ylaysiz, bolalariga tishlarini, sut tishlarini olib tashlanadigan tishdek tushunishadi, muomala qilishadi. Men o'zim farzandlarimda sut tishlari tushib, doimiy tishlar chiqayotganini tushundimki, bolalarda ham sut tish bu funksiya bajarishi kerak ekan. Kerak ekan. Bo'lmasam shu sut tishini imini qaramaganim uchun o'z ikkita farzandimda shu immunogenetический skeletning o'zgarishlarni o'zim sezishni boshladim. Uni endi to'g'rilash ancha vaqt talab qiladi. Shunaqa. Mana sut tishini o'zini ahamiyatini bitta misol bilan ochib bersak bo'ladi. Nima uchun sut tishini doimiy tishga almashish uchun 6 yil vaqt kerak? Nima uchun birdan hammasi to'kilib ketib, birdan hammasi chiqmaydi? Buni sababi mana bitta karikatura bor. Bilsangiz, 3 ta odam yog'ochni ko'tarib ketadi-da. Keyin oradan chuqur chiqadi. O'rtada chuqur chiqadi. Birinchisi osilib oladi yog'ochga, ikkitasi ko'tarib turadi. Bittasi o'tib oladi, keyin ikkinchisi osilib oladi. Almashinuv xuddi shunga bog'liq. Birinchi e'tibor beradigan bo'lsak, hali bitta ham sut tishi tushmasdan turib, 6 la chiqib oladi. Vosatani ushlaydi. Keyin 6 la turibdi, 3, 4, 5 turibdi, oldin almashni boshlaydi. Orqali vosatani ushlab turibdi. Endi mana shu momentda bitta tomondan sut tishi birontasi olinib ketsa, vosata kamayadimi? Asimetriya. Bir tomon ikkinchi klass, bir tomon birinchi klass. Juda ko'p uchraydi mana shu holat. Bu asimetriyaga olib keladi, bu ikkinchi klassga olib keladi. Pastki jog' uzun joyga oldiga turolmaslikka olib keladi. Bu bitta sut tishini yo'qotganimiz hisobiga. Ham bu skeletal o'zgarish bo'lsa, tishda o'zida qanaqa o'zgarish bo'ladi? Ikkita qo'shni tish surilib qoladi-da. Uni tagidan chiqish kerak bo'lgan doimiy tish chiqmay qolib ketadi. Yo chiqmay qolib ketadi, yo tashqaridan yo til tomondan qiyshayib chiqadi. Ertaga katta bo'lganda brekt qo'yish kerak bo'ladi. Shart. Endi mana shuni agar sut tishi birinchidan sut tishini sog'ligini saqlab, to doimiy tish yetgungacha olib kelish mumkin edi. Mabodo uning iloji bo'lmadi, olib tashaldimi? Olib tashalganda joyini ushlab turgani maxsus shu space maintainer deydi, apparatchalar bor. Prosta kiygizib qo'yiladi, qotirib qo'yiladi. O'sha ushlab berib turadi doimiy tish chiqib qolishiga. Demak, arzimagan bitta sut tishini deb bizda bitta qiz kelgan sut tishi tushmasdan turib doimiy tish yurib olgan. Markaziy kurak tishida doimiy tish ichkarida yurgan. Shuni hisobiga tabiiy holatda tishlayman desa, xalaqit qilyapti. Oldiga va yon tomonga mashina tishlashga o'rganib qolgan. Bir dona tishi deb. Ota-onasini yutug'i o'sha paytda olib kelishgan. Sразу mana shunaqa tishlashga o'tdimi, olib kelishgan. Biz bitta plastinka bilan bir oyda to'g'rilab qo'yganmiz. Aslida 3-klass asimetriya holati, lekin u majburiy holat bo'lganda, mana shu holatda bemor 2 yil yurganda u skeletning xarakteriga ega bo'lardi. Maktablarda ham oldimizda kepka bolalar kiyib kelishardi. Kepka. Jag'ini oldinga chiqarib yuradigan bolalarga qo'yib qo'yishardi shu narsada. Prasha bog'lab qo'yadigan narsa. Hozirda shuni ish bermasligi isbotlangan. Ish bermaydigan narsa. Pastki jog'i o'sishini to'xtatib qo'ya olmaymiz. Chunki pastki jog' alohida suyak. U vredning privichkani yo'qotmaydimi? Bolani yo'q, oldinga chiqarishini, jag'ini. 3-klass genetik bo'ladi, 3-klass. Pastki jog' qancha o'sishi, bu bo'yda o'sishiga o'xshab oldindan belgilab qo'yilgan bo'ladi. Uni o'rniga nima qilamiz deydigan bo'lsak, uni o'rniga biz yuqori jog' o'stirib beramiz. Aksar holatda pastki jog' bilan yuqori jog' ikkalasida ham muammo bo'ladi. Yuqori orqada, past oldida. Yuqori jag'dingiz lur organlarida muammo bo'ladigan bo'lsa, yuqori jag'da shakllanish torayadi, kechikadi. Uni erta qanaqa qilib ota-onalar bildirsa bo'ladi shu narsani. Og'iz ochib yotishidan. Eng katta показатель shu. Og'iz ochib yotgan bo'ladi, til pastga tushadi, shuni hisobiga yuqori jog' tor bo'lib qoladi. Nima asoratli ko'rinishi mumkin keyinchalikda? Bu lor nafas muammosi faqatgina ko'rinishga ta'sir qilmaydi. Bu asankaga ham ta'sir qiladi. Ya'ni bo'yin oldiroqda bo'lib, bosh oldiga engashib qoladi. Mana shu holatda yuradigan bo'lib qoladi. Keyin statistika bor. O'rtacha 10 yilga odam umri qisqaradi deydi. Keyin yana bitta shu bo'yicha holat borki, nafas muammosi bor bo'lsa, pastki jog' ko'p o'sib ketadi degan tushuncha bor. Bu noto'g'ri. Nafas muammosi bilan 3-klass birga kelishi mumkin, lekin nafas muammosi bor odamda qaytanga pastki jog' orqaga ketadi.
profil выпуклый bo'lib qoladi. Bo'rtib chiqqan profil bo'lib qoladi, pastki orqaga ketadi. Mana bu jog'i chizig'i, jog'i liniyasi yo'qolib ketadi. Ikkinchi подбородок shakllanadi. Ikkinchi dahan shakllanadi. Shuni hisobiga odamni ko'rinishi juda ham nima deydi, notabiiy holatga kelib qoladi. Shuning uchun bu narsani yagona yo'li erta oldini olish. Chunki erta oldini olish, nafas muammosini erta oldini olish va til mashqlari, nafas mashqlari. Bu ko'proq menimcha ortodont shug'ullanishi kerak. Ortodont, logoped, lor uchalasi birgalikda. Logopedni vazifasi bu yerda tilni o'zini joyiga qo'yib berish. Bu logopeddan vazifasi qo'shiladi. Logoped vazifasi bor. Til doim tanglayga tegib turishi kerak. Yutingan joyimizda qolib ketishi kerak. Shuni logoped ta'minlab beradi. Ortodont yuqori jog'i kengaytirib, pastki jog'i oldiga o'tishiga imkon yaratib beradi. Eng asosiy sababchisini lor yo'qotib beradi. Demak, shu visatani ushlashdan oldin shtampovniy koronkalarni detskiy stanoklar edi. Chetlarda juda ham ko'p qo'yishadi. Demak, siz maslahat berasiz. Koronkalardan foydalanib, shtampovkalardan foydalanib, bolalarda visatani ushlab qolishga maslahat beramiz. Bu kerak narsa, shtampovniy koronkalar. Hozir sirkon koronkalar ham qilishyapti. Detskiy sirkonlar ham qilishyapti. Ko'proq oldi sohalarda. Bu maslahat beramiz, albatta. Demak, bu biz ortopediyada endi gigiyenist yo'nalishni qo'shganmiz, o'zimizga ortoped infantolog qo'shganmiz. Bu o'zimga bitta insight oldim. Logoped degan yo'nalish, обязательно u ham infantologiyada bormi shunaqa logopedlar, shunaqa specialistlar, imенно ortodontlar bilan, lorlar bilan birgalikda ishlaydigan. Bizda ustozlarimizda keyslarda bor. Misol uchun nima deydi, Moskvada Farida degan dotsent ayol borlar. Uni ustozimiz maslahatlashib turamiz. Ularda bor, lekin biz o'zimizda Farg'onada miyafunksional logoped ko'rmadim. Toshkentda oqtarish kerak, Toshkentda aniq bo'ladi. Farg'onada men so'ragan logopedlar hali miyafunksional bilan shug'ullanishmayapti, faqat talaffuz bilan shug'ullanishyapti. Ruskoязычный bolalarda Moskvaga distansioniy shug'ullantiryapmiz. O'sha ustozimiz logopedda distansioniy shug'ullanishyapti, undan natija bo'lyapti ularda. Keyin yana bitta narsa bor, dangasi bolalar uchun tabletka chiqqan shunaqa, Miaspot degan. Bu tabletkani tanglayga yopishtirib qo'yadigan bo'lsa, u xuddi qand, oddiy qand. Faqat yopishtirib qo'yasiz, chiqib ketmaydi u yerdan. Erishi ham qiyin. Bir kunda 3 marta qo'ysiz bo'ladi bu narsani. Tili xohlasa ham, xohlamasa ham ketib qolaveradi o'sha joyga. G'ashi keladi, chiqarib tashlagisi keladi. Bu hozir shundan ishlatyapmiz. Ya'ni logoped zo'r mutaxassis chiqqungacha iloji shuni ishlatib turibmiz. Lekin miyafunksionalga baribir kerak. Bizga ko'pincha murojaat qilishadi. Ortodont brekit taqqan, 2 yil bo'ldi, 3 yil bo'ldi, reteyner qo'yib qo'ygan. Ko'pincha reteyner sinib ketgan holati, tish ma'lum bir joyga qo'zg'alib ketgan holati kasbini. Bitta keysimiz bor. Reteynerni qancha vaqtga taqish kerak? Biz shu savolga haligacha to'liq javobni olmaganmiz. Birinchi narsa, o'zi reteynerni qanaqasini ishlatish kerak? Reteynerni biz o'qigan paytda oddiy ligaturani bura-bura bog'lab yasalardi reteyner. Mana shu uzilishga moyil bo'ladi. Keyin raskrutka beradi. Ya'ni burab yasalgan narsa qaytib orqaga buralishi mumkin. Bunda 3 ta tish oldiga, 3 ta tish orqaga burilib qoladi. Pastki jog'i o'zida ko'p bo'ladi mana shu muammo. Buralgan ligatura burab yasalgan ligatura. Keyin yana reteynerni elastichnisi bor. Uni ham ishlatib bo'lmaydi. Sababi u formasini tiklaydi. Siz reteyner tishga mahkam tortib turib qotirib qo'ygansiz, u ikkita tish sekin tashqariga chiqarib beradi. Reteynerda o'rab yasalgan emas, o'rib yasalgan bo'ladi. Soch o'rganda o'riladi-ku, plitsionniy deydi. Plitsionniy yasalgan bo'ladi va dead soft bo'lishi kerak u. Ya'ni uni xotirasi bo'lmasligi kerak. Shuni qo'yiladi. Shuni ko'chirib kelish, u kley ko'chib ketishi mumkin, reteyner o'zi sinish ehtimoli juda kam. Keyin brekit yechgandan keyin ham har 3 oyda ko'rik qilib turish kerak. Reteyner atrofiga nalyot yig'ilishi mumkin. Uchisiga qilib turish kerak bo'ladi. Reteynerda 2 xil. Biz Koreyskiy usulda, Koreyskiy sentrni 5 yilgacha deylardi. Amerikanistlar hozir butun umr deyapti.
Ya'ni qancha sizga rezultat kerak bo'lsa saqlanishi shuncha tursin deyilyapti. Sababi aql ishlab chiqishini hisobiga va yosh o'tgan sari orqa tishlari yemirilishini hisobiga, stearamiz hisobiga pastki tishlar qiyshayishib bo'ladi. Bu starchskiy skuchnis deyiladi. Bu ko'p uchraydi ko'p odamda. Retainer bo'lsa mana shu narsa bo'lmaydi. Skuchnis bo'lmaydi. Shuning uchun ham bu ikkala fikrga ham qo'shilaman. Men holatimda kimdadir retainer yechilib ketgan va o'zi qaramagan 3 oy o'tkazib, 6 oy o'tkazib kelyapti. Lekin qarasam rezultat saqlanib turibdi. Ularga qaytadan qo'ymayapmiz retainer. Lekin o'zim ixtiyoriy ravishda eng kam 5 yildan keyin yechib tashlayman. 5 yildan keyin olib tashlaysiz. Olib tashlayman 5 yildan keyin. Aql tishlarini ko'pincha ortodont yo'llanmasi bilan yoshlarda olib olinadi. Bu ham qanchalik isbotlangan narsa? Aql tishini shunaqa hazil gap bor. Aql tishini hali bola embriolik paytda olib tashlash kerak degan gap bor. Endi bu konsepsiya qarash jihatdan keladigan bo'lsak, zamonaviy falsafalar deyarli hammasida aql tishini olib tashlashga beriladi. Sog'lom aql ham, mantiq ham shunga qaratiladiki, aql tishi ga joy yetmaganligi uchun pastki tishlarni oldiga itaradi. Pastki tishlarni oldiga surgani hisobiga retrokontrolda buzilish bo'ladi. Retrokontrol joyiga kelish uchun jog' orqaga ketadi. Ya'ni sustav tomonga bo'lishi mumkin. Shuning uchun aql tishini olib tashlash kerak. Bir etap bo'ldi o'zimizda ham. O'zingizda bormi aql tishlaringiz? Oldirganmisiz? O'zimda hammasi chiqib bo'lganda. Chiqib joylashib bo'lganligi uchun va ortodontiya qildirish niyatim yo'qligi uchun oldirmayapman. Bitta konsepsiya bor. Siz boya aytdingiz-ku, gerontologiyada sektalar ko'p deysiz-ku. O'sha bitta sekta bor. Biz ham o'sha sektaga kirib chiqamiz. Ular bo'yicha oldirish kerak emas deyiladi. Lekin qolgan zamonaviy konsepsiyalar hammasida aql tishini oldirish kerak. Ko'p patsientlar kelishadi, 17 yosh, 16 yosh konsultatsiya qilganimizda immuniy aql tishi oldirgandan keyin stomatologdan qo'rqib qolgan. Yosh kirib, endi suyini ichdi yoki осложнение kuzatilgan bo'ladi. So'ng kelib turib, ota-onalar sal tishi qiyshiq bo'lsa, men aytaman, brekit qo'ydirmay qo'ya qoling, bolangiz qanaqa o'tiradimi, o'tirmaydimi, o'zi xohlayaptimi, yo'qmi deb so'rab ko'rganimizda ko'p yoshlarda aql tishi oldirmasligi. Keyin bolalar maktabda yurgani uchun har razli rangli anaqali qo'yib beringlar deydi. Brekit qo'ygan deydi. Ularda o'zida xohishi bor, hech qanaqa aql tishi bo'lsa ham oldirib tashlash ko'radi. O'zi biz tish ham ko'rganimizda ortopediyada shu 1000 yil oldingi, 2000 yil oldingi tishlarni ham ko'rsangiz, razmeri o'zgarmagan. Shu siz hozir aytdingiz, genetikada bor, jag'i shaklining o'sishi. Oliy ta'limga ham murojaat qilardik. Shu maktablardan shu Darwin siyosati deydimi, Darwin maktabidan noto'g'ri qarashlarni olib tashlashi. O'sha bizada otam maymundan tarqagan tishlarini shunaqa shaklda bo'lgan. Keyin biz shunaqa shaklga o'tganmiz degan noto'g'ri fikrlash bor. Tishlarimiz o'sha boshidan xuddi shunaqa holatda bo'lgan, shaklda bo'lgan. Просто biz uni juda qimmat narsa asrab avaylashimiz kerak boshidan. Gigiyenaga juda qattiq e'tibor berishimiz kerak. Men o'zim Yevropada, Amerikada ko'p shkolalarni ko'rib chiqqanimda internetda ko'pida благотворительность bor. Immuniy maktablarga borib bolalarga gigiyenasini o'rgatish. Baribir ilm bo'lishi kerak. Ilm bu aholida ham bo'lishi kerak, faqat stomatologlarda emas. Tishini qanaqa yuvish, qanaqa parvarishlash. Mana brekitlarda qanaqa tavsiyalar bor. Brekit qo'ygandan keyin juda ko'p odamda karies bo'lib ketadi. Qanaqa uni yuvish kerak, qanaqa ezozlash kerak va elaynerlarda qanaqa ko'pincha elaynerlarni yo'qotib qo'yishadi. Suv choy bilan ichganda o'zgarib ketishadi. Qanaqa rekomendatsiyalar berasiz, maslahatlar berasiz? Gigiyena masalasida biz bemor o'zi bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashiladi. Yosh bola bo'lsa ham, katta bo'lsa ham o'zi ortodontiyani xohlayaptimi yo'qmi? Misol uchun bir xil bolalarga uncha farqi yo'q, ota-onasi xohlab olib kelgan bo'ladi. Agar u faqat brekit qo'yish bilan bitadigan ish bo'lsa, uni 14 yoshda qilsa ham, 20 yoshda qilsa ham, 30 yoshda qilsa ham farqi yo'q. Bu dental muammoda katta bo'lganda ham qilsa bo'ladi. Lekin shu 14 yoshda o'zi xohlamayotgan bola ertaga gigiyenani ham joyiga qo'ymaydi. Yuvmaydi yuradi tishini. Biz unaqa bolalarni davolashga olmaymiz boshidan. Sababi biz qo'rqitamiz boshlagandan keyin, agar yuvmasangiz yechib tashlaymiz.
va yechib tashlaymiz ham. Agar gigiyenasi yaxshi kelmasa, birinchi 3 marta kelganida biz indikatorda bo'yaymiz va bolani o'ziga ko'rsatamiz. Qayeri yaxshi yuvilyapti, qayeri yaxshi yuvilmayapti. Agar 3 martada ham gigiyena yaxshi kelmasa, biz breketlarni olib tashlaymiz. Ularga real keyslarni ko'rsatamiz, breketlarni oqibatida tishlar qanaqa karieslarga uchragan. Hali aytdik-ku, skeletal muammo to'g'rilashga 5 yillab yurgan, lekin foyda bermagan. Shunaqa bemorlarda holatlar bor bizda. Rasmlari tishlar karies bo'lib ketgan. Mana shu kariesdan bolaga ko'rsatamiz. Mana shu tish shunaqa bo'lib ketadi. Agar biz ko'nglimiz bo'shlik qilib, mayli yuvaman desa, unga yo'liga yurib turib yechmaydigan bo'lsak, ertaga biz butun umrlik muammo ortib beramiz unaqa bolaga. Shuning uchun indikatorda bo'yab ko'rsatiladi o'ziga. Keyin nabor beriladi. Keyin irrigator, mana puchok shotkalarni yuvish kerakligi aytiladi, o'rgatiladi. Biz tomonidan hamma nimalar sharoit qilib beriladi va shunda ham bola yuvmaydigan bo'lsa, keyin yechib tashlaymiz breketlarni. Oldingi bir 3 yil oldin klinikaga ortodon ishga kelgandilar, ishga olindi. Suhbat davomida gaplashganman. Yo'q, men faqat xat qismni eyeliner bilan ishlayman degan kelganlar fikriga. Bizda xuddi implantatsiyada faqatgina men implant qo'yaman, udalение qilmayman, bu narsaga aralashmayman degan narsa bo'lgan. Qanchalik chiqib kelayotgan ortodontlarda bunga talab katta. Biz bunga maslahat berganmiz. Intruziya bor, tish chiqarib berish bor. Unga qanaqa qaraysan desa, men faqatgina eyeliner bilan ishlayman zotda. O'zi ortodont deganda qo'shimcha bu ishlarni ham qilish kerakmi yo faqatgina yangi zamonaviy usulda ishlash shartmi? Eyeliner masalasi bu bitta instrument. Men shu oxirgi 1 yillikda ishonchim komil bo'ldi, eyeliner ham ish berishiga. Ungacha bo'lgan etapda o'zim ishlatib ko'rganman eyelinerni. 10 ta bemorimizdan 2 tasida natija olganmiz. Qolganlarida 2 tasi ketib yorgan, qolgan 6 tasida breketlar bilan tugatib berganmiz ishini. Hozir eyeliner rostdan ish berishini tushundim, lekin o'zim praktikamda qo'llamayman. Sababi eyelinerda bitta natijani olish uchun juda ko'p etap kerak bo'ladi. Ko'p samaradorlik breketda yaxshi baribir. Yaqinda Ravindrananda keldilar, kuchli biomexanika bo'yicha 2005-yilga chiqqan kitoblari bor. Shularni o'qib ortodont bo'lganmizda. O'sha odamning o'ziga ochiq savol berdi. Ular eyelinerda ham yangichasini nima qilishdi? U termoaktivli eyeliner. Issiq ta'sir qiladi. Misol uchun eyeliner o'zi shakli qattiq bo'lsa, uni issiq suvga solsangiz yumshaydi-da, toqib olasiz. Keyin deformatsiya bo'lsa ham o'tiradi, yumshagani uchun, keyin tortish yaxshiroq bo'ladi. So'raldi. Sizni grafiy eylineringiz kuchlimi? Yaxshiroq effekt beradimi yo breketman deyishdi. Yo'q, breket dedi. Srazu. Mana o'ylanib o'tirgan yo'q. Yo breket yaxshiroq. Demak, hali eylinerda eng zo'ri ham breketchalik samarador emas. Eyeliner bu xalq talabi, estetik bo'lsin dedi. Katta emas ishlarni eyeliner bilan chiqarsa bo'ladi. O'rtacha keys eyelinerlar bilan breketga nisbatan kamida 3-4 barobar qimmatga tushadi. O'rtacha keys. Xuddi shu bolada eski do'ppim yaxshi ekan. Eski do'ppim yaxshi. Stomatologiyada terapeutlar Optimum TFL 95-yildan beri ishlatib yurishibdi. Keyingi bonding sistema chiqqani bilan 6 anaqa bo'lganda, demak, ortodontlar uchun bu 6 bu breket hisoblanadi. Eyelinerlar ham hali uni rolini unaqa 100%chalik bajarib berayotgani yo'q. Men o'ylayman, menimcha 3-chi bitta narsa chiqadi deb o'ylayman. Misol uchun breket ham eyeliner ham hozir ikkalasi aktiv rivojlanyapti. Eyeliner breketdan o'tib ketadi deb o'ylamayman. 3-chi bitta nimadir chiqadi, noviy texnologiya chiqadi. O'sha ikkalasidan ham zo'r bo'lib chiqishi mumkin buni. Prorif qilishi mumkin deb o'ylayman. Lekin eyelinerni ko'zim yetmasligiga sabab kooperatsiya juda ham kuchli bo'lishi kerak. Kasal doim taqib yurish kerak eyelinerda. Breketda bunga katta ehtiyoj yo'q. Breketni qo'yasiz, dugani qo'yasiz, prujnikani qo'yasiz, o'zi almashtirib beradi. 14-yilda Xitoyga borganimda bir tali breketni arzon narxga sotayotdi breketlarni. Keyin bilganman, Yaponiyalik breketlar bor, qimmatroq turadigan breketlar bor, Ispaniyaning breketi bor. Orasida farqi bormi uni qo'yishda hozir? Ishlashida o'ynim, yo, unda ham ishlasa bo'ladi, bunda ham ishlasa bo'ladi.
breket tanlovi masalasida mani fikrim, mana 10 qadam tashlash kerak bo'lsa, breketni yaxshi tanlasangiz 2 qadam tashlab beradi. Lekin 8 qadamni baribir opit, nakladka, elastiklar, mikroimplantlar, to'g'ri pozitsiyalash breketlarni. Endi o'sha 2 qadam kim uchundir muhim, kim uchundir 80% natijaga rozi. Shu masalada breketni yaxshi tanlaydigan bo'lsak, ishimiz oxirgi finishing etapimiz, detalizatsiya etapimiz osonlashadi. Ungacha bo'lgan 2 etapini har qanaqa breketda ham qilsa bo'ladi. Ya'ni siz aytgandek arzon Xitoy breketlarida ham chiqarsa bo'ladi, qimmat breketlarda ham chiqarsa bo'ladi. Agar eng qimmat breketni yangi organik ortodontga qo'liga berib qo'ysangiz, u breket bilan ham zo'r natija olib bera olmasligi mumkin. Lekin muhim, breketni to'g'ri tanlash muhim. Ortodontlik ichida O'zbekistonda biz yoshligimizda Facebookda ko'rardik, Bahrom aka Nazrullayev. Amerikada leksiyalar o'qib yurardilar. Undan keyin mana Mehriddin akam bilan men ishlaganman. Priyom 2018-yil, 19-yillarda ular bilan patsient jo'natardik, ishlardik. Shunaqa ustozlardan qanchalik tanishsiz? Chunki Bahrom akamiz Rossiyaga borganimizda ham aytganimizda Bahrom akam haqida ma'lumotga ega ular. Ukrainada specialistlar kelishadi. Ты знаешь, deydi, O'zbekiston есть хороший ортодонт deydi. Bahrom deydi. Shunday. Bahrom aka bizga bilvosita ustoz hisoblanadilar. Ya'ni Bahrom akani ilmiy mehnatlari Karistik centrda saqlangan. Biz ustozlarimiz Bahrom akani shogirdlari hisoblanishadi. Keyin Mehriddin akam ham Karistik centrga ko'p kelishardi o'qigan paytimizda. Кейslarini ko'rsatishardi. Keyin maslahatlar olib turardik Mehriddin aka bilan. Kirill bor, Kirill ham Small konseptdagi. Keyin Zafar aka Husanov borlar. Zafar aka Husanov biz faxrlarimizdan, o'zbek ortodontiyasining eng faxrlaridan. Ular Koreyada o'zlari частный klinika ochgan. Klinikalarga ham borish nasib qilgan Zafar akani. Biomexanika jihatdan butun Rossiya Zafar akadan o'rganadi. Biomexanikani. Даже kuchli lektorlar ham Zafar akani kursiga borib kelib, oxirgi 5 yillikdagi eng to'g'ri tanlovim shu bo'ldi degan xulosani berishgan. Zafar aka Husanov to'g'rilarni. Anchada biz ancha-muncha katta YouTube'ga erishganmiz. Bitta mutaxassislarimiz 17-yillarda Facebookda shu Bahrom akamni xizmatlari chiqqan. O'zim 15-yilda Koreyaga borganimizda tanishuvdik. Ham ilmli odam, ilmlarni ham bo'lisha oladigan odam. Ko'plab ortodontlarni, hozirgi kunda juda kuchli ortodontlarni ustoz deb ham bilamiz. Shu ortodontlarda katta pokoleniyada ustozlar bilan hozirgi ustozlar orasida qanaqadir yig'ilish bo'ladi, masalada gruppalar bormi, ortodontiya направлениясida ularning ilmi haligacha kelayotgan pokoleniyaga o'tkazishyaptimi yoki bunga sabab sizlar bo'lasizlarmi? Ustoz Bahrom aka ham, Zafar aka ham o'zlari darslar uyushtirishadi. Bahrom aka bir yilda 2 marta o'rtacha o'qish qilishadi. Biomexanika haqida, keyin diagnostika haqida. Zafar aka ham shunaqa. Zafar aka O'zbekistonda o'qishlar qilishadi. Men bitta narsani nima deb hisoblayman? Baryer deb hisoblayman yosh boshlayotgan mutaxassislar uchun. To'g'ridan-to'g'ri Zafar akani oldiga, Bahrom akaniga oldiga borish narxi qimmat. O'sha jihatdan ikkinchi qo'l orqali o'rganish ularga выгодныйroq. Bitta shu baryer bor. Keyin ortodontlar yig'ilish masalasida hozir ortodontlar assotsiatsiyasi tuzilyapti. Elbek aka Nasimov ustozimiz ortodontlar assotsiatsiyasi tuzishyapti inshaalloh. Hozir zaifga yig'ilyapti. Alloh nasib qilsa shu yildan boshlab assotsiatsiya tashkil bo'ladi. Birlashamiz, xudo xohlasa. Mana general stomatolog bor. General stomatologda terapiya qilishi mumkin, xirurgiya qilishi mumkin, ortopediya qilsa ham mayli, texnik qilsa ham mayli, nima qilamiz. Lekin ortodontiya ham qilaman deydigan bo'lsa, tam peshta qo'lli og'zingga tiqoribsan degan narsa bor. Siz qanaqa qaraysiz? General stomatolog plus ortodontiyani qo'shsa? Bu yerda vaqt masalasi. Misol uchun har bitta yo'nalishda o'zini ustida ishlash talab qiladi bu narsa. Ortodontiya sohasida ham. Keyin
haligi aytganimizdek kasalni sortirovka qilish masalasi. Diagnostika qilib turib, osonroq holatlarni olib, qiyinroq holatlarni ortodontiga yuborish masalasi. Agar bitta nastavnik topib va u bilan boshida maslahat qilib, qaysi keyslarni davolay olaman, qaysisini davolay olmayman degan nazorat ostida qiladigan bo'lsa, mumkin. Lekin o'zi mustaqil uniyam buniyam olib ketaman deydigan bo'lsa, qiyin. Осложнениyalar ko'p осложнение bo'ladi bunaqa holatda. Unaqa kadrlarga qarshisiz. Qarshiman. Atlantiya bu alohida направление. Ko'rinib turibdi. Uni ham o'zini spetsializatsiyalari bor ekan. Mana test bilan, lor bilan ko'proq ishlaydigan yo'nalishda. Diagnostikani yaxshi ta'riflab berdingiz konsultatsiya bilan. Lecheniya etapilar kelganda ortodontlarda. Bizga ortodontlar kecha ham Instagramda bitta video qo'ydim. Qachon ortodontistga 1-2 tiyin yechasan desa, mart turibdi, keyin aprel ko'rsatgan, keyin may ko'rsatgan. Shu aniq bir datasini nima usulda aniqlasa bo'ladi, qachon tugashini. Bizda ortodontlar aytadi, 1 yilda tugatib beraman deydi. 1 yildan keyin kirsam, yo'q deydi, yana mana etaplari bor ekan, bu tortaman, bu tortaman deb 2 yilga ham yurgan patsientlarimiz ham bor. Bu holatda man teskari tomondan qarayman. Misol uchun 1 yilga tugatib berishga ko'zim yetsa 2 yil deyman yoki 1,5 yil deyman. Qo'shimcha bilan srok olinadi. Sababi tasavvur qiling, siz 2 yilda qilib beraman degan ishingizni 1 yilda qilib berdingiz-da, u qanaqangi yaxshi doktorsiz. Chetda aniqlikda ishlaydigan shunaqa vrachlar bormi? Masalan, 1,5 yil degan, 1,5 yilda tugatib beradigan. Ortodontiyada. Buni boshqacharoq formatga o'girishgan. Ya'ni kim davolashda qilingan to'lovni muddatga bo'lganda, bu klinikani egasi aytib berayotgan narsa menga. Misol uchun breket qo'yish manimcha summa va davolash muddatiga to'liq manimcha summa beriladi. Mana shu summa 1,5 yilga bo'lib qo'yiladi. 1,5 yildan keyin bemor to'lov qilmaydi. Va ortodont qancha cho'zsa o'zini minusiga, o'zini zarariga. Shunda shunaqa holat bo'lmaydiki, misol uchun qaradi, keldi, bemor atkleyka bo'lgan, qaysidir breketga ko'chib ketgan. Keyingi safar qo'yarman degan narsa bo'lmaydi. Hozir klinikaga joriy qilamiz shunaqa. Joriy qilish yaxshi life-hack anaqa qildingiz, o'rgatdingiz. Tak, sizlarda yana texnik направление bor. Texnik blok bor. Ortopediyada ham texnik blok bor. Ortodontiyada ham. Qanaqa kommunikatsiyada plus taraflari bor? Hozirgi kunda bozorimizda minus taraflari bor. O'zim o'zimga texnik topishda oldin ko'p qiynalganman. Shu utechka bo'lganman-da ham. Sababi ortopedda texnika bo'lish, ortodontda texnika bo'lishga nisbatan finansiy jihatdan выгодныйroq. Ortopedda ham kattaroq ishlar keladi, ham narxi balandroq. Endi ortodontiyani texnikasini ham summasini yaxshiladik. Keyin kommunikatsiya masalasida hozir hamma ishlarimiz 3D ga o'tgandan keyin modelirovka qilgan paytida ko'rsatish imkoni bo'ldi. Bizda oldin faqat tayyor ishni ko'rardik-da. Keyin xatolik bo'lsa, yana qaytadan qil, ovoragarchilik. Hozir modelirovka etapida ko'rsatadi. Noodatiy holat, har qanaqa noodatiy holatni ko'rsatadi. Odatiy holat bo'lsa, protokol bo'yicha qilaveradi. Buni telefonga tashlaydi, Exact programmasida. Hozir любой telefonda ochib ko'rib, to'g'ri ekan yo xato ekan deb aytish imkoni bor. Sizlarda ham ish ko'proq, demak, texnikka zavis qiladigan joylari bor. Texniklarda ham svetim o'chib qoldi, u narsa ham ishlamay qoldi. Srokdan cho'zish. Bu ham boshqaruvga kelib taqaladi-da. Tizimga. Mani o'zimda laboratoriyam bor. O'zim tashrif qilganman texnik. Ishni to'g'ridan-to'g'ri texnika berardik. Mana shu paytda texnik bilan nimamiz juda qiyin kechardi. Eslatib turish kerak, ertaga keladi, bugun keladi, 2 yondan aytib qo'yish kerak yana. Endi hozir texnikaga boshqaruvchi olganmiz. Bu odam faqat nazorat bilan shug'ullanadi. Ishni LSP ga beradi, ishni modelirovkaga beradi, katkan modelirovka qilib beradi. Keyin paykan. Ishni bitishiga o'sha odam javob beradi. Hamma o'zini ishini qiladi. Katkan operator katkan qiladi. Payka qiladigan, payka qilib bitirgizib beradigan odam o'sha bo'ladi. Va ishni bitta odam nazorat qilib turadi. Shundan keyin narx ozgina qo'shildi, lekin vrachlar hammasi rozi. Kачество oshdi, srok yaxshi qaralyapti srokka.
Ko'rsatilgan klinikangizdan Denchimo bilan Bedentdan qaysi biri ko'proq направление olgan ortodontiyaga konsepsiyasi? Biz Bedent o'zim ishlagan klinikada biz faqat ortodontiya qilamiz. Denchimoda hamma yo'nalish bor. Bedent bu faqatgina ortodontlarni yo'nalishdagi Ha, klinika. klinika. Komandadachi, terapevt bor, sizda xirurgingiz bor. Uni ham bizani ortopedlarni komandasidan farqi bormi? Qanaqa komanda yig'ilinadi? Denchimoda shu komanda tayyor. Hamma bir-biri bilan tushunib bo'lgan bir-birini ehtiyojini, kommunikatsiyasi plancheniyadan birga tuziladi. Biz ko'proq xirurgga udaleniyaga nima qilamiz, keyin terapevtga ko'proq, ortopedlar ko'proq bizga beradi ish. Gnatologiya holatlarida beradi, keyin implantga joy ochib berish kerak bo'lgan holatlarda ko'proq ortoped bizga ish beradi. Bizni ko'proq terapevtga ishimiz tushadi, restavratsiyalarga ishimiz tushadi. Bu ishxonamda faqat ortodontiya qilinadi. Keyin ustozimiz borlar, ular o'zlarining klienturasi, o'zlarining patsientlari bor. Ortodontiyadan tashqari ishlarda biz tashqariga yuboramiz. Denchimoga yo boshqa ortopediya yo'nalishlarga outsourcing qilar ekansiz. Outsourcing qilamiz. Boshqaruv tizimingizda ko'p klinikalarda ham o'zi boshqaradi, ham o'zi zakup oladi klinikaga, ham o'zi xodim yig'adi, ichari bo'ladi. Shu Bedentda qanaqa tuzilgan tizim? Bedentda asosiy ish boshqaruvchimiz bor, ayol kishi mutaxassisimiz bor, SEO bor. SEO qayerdadir o'qib SEO bo'lmagan, shu o'zimiz tayyorlaganmiz uni. Uni ishi hammani boshqarish. Ya'ni assistentlarni ham boshqaradi, administratsiyani ham boshqaradi, texniskiyni ham nazorat qiladi, materiallarni ham o'zi sotib oladi. Bu patsientga yaqinlashmaydi. Umuman asosiy ishi boshqaruv va stomatologiyadan chiqmaganlar. Medsestralidan chiqqanlar, lekin SEO yo'nalishiga hozir o'tganlar to'liq. Qanaqa motivatsiya bergansizlar? Mana o'zim klinikada assistentlar bilan shu darajaga olib chiqish etapidan ko'p gaplashganmiz. Ularga SEO taklif qilganmiz shu. SEOdan keyingi anaqa berganimizda juda qiyin bo'lgan. Assistentlar bilan, administratorlar bilan buni olib chiqish. Opitli bo'lsa ham uyalishadi, tortinishadi. Menimcha bu yerda shu xodimni o'zidan xarakter masalasida ularning xarakteri boshqaruvchanlikka shunga nima bor edi, intiluvchanlik bor edi. Misol uchun shogird bolalar kelardida, ular institut o'qiydi, vrachlikka, bu ular bilan tenma-ten talashardi. Mana ham unaqa ministra bo'lgan boshqaruvchi. Agar unaqa bo'lsa 2 yilcha yurganlar, ular ham baribir vrachga o'tib ketdilar. Vrachlikka o'tib ketishdi. Vrachlik etapga o'tib ketishdi. Ularning maqsadi shu bo'lgan, vrachlik bo'lgan, keyin oxiri manfaatlisi shu ekan deb turib boshqaruvni qoldirganmiz ularga. Keyin boshqaruv masalasida mana terapiyani ham qo'shmoqchi bo'ldim, xirurgiyani ham qo'shmoqchi bo'ldim. O'zim ishxonani egasi sifatida, asosiy boshqaruvchi sifatida endi terapiya bilan ortopediya, xirurgiya meni yo'nalishim emas-ku. Men boshqa mutaxassisdan olib kelib ishlatmoqchi bo'ldim. Bo'lmadi. Qiyin juda ham. Olib kelib ko'rdingiz? Ko'rdik, testda 2 oy ishlab ko'rdik shunaqa. Keyin men aytdim, yo'q, men ortodontiyani o'zi kerak. Ortodontiyani o'zini rivojlantirganim yaxshi ekan. Nima tarafdan kommunikatsiyalasha olmadingiz? Men tushunib yetdim, bu alohida kasbligini tushunib yetdim. Boshqaruvchilik bu alohida kasb. Hamma sohada bo'lgan muammoni siz hal qilishingiz kerak. Uni o'zini muammosini o'zi hal qilmaydi. Bitta 3-chi odam hal qilib berish kerak-da. Keyin shunaqa vaqt bo'lgan, 2022-yilda Denchimoda vaqtincha ish boshqaruvchilikka qo'yishgan. Ya'ni Koreys sentrda shkola ko'rgansiz. Har bir ko'raylik deb ko'rishgan. Men ham o'zim sinab ko'rganman. Keyin oq bayroqni ko'targanman. Taslim bo'lganman. Nima taslim bo'lishingizga sabab bo'lgan? Mutaxassis sifatida mana ancha vaqtim ketgan, ancha resurslarim, o'zim ishlarimga ulgurmay qolganman. Bemorlarimga e'tibor tushishni boshlagan. Mayli shu e'tibor tushishi hisobiga gurkirab ketganda ham mayli edi-da, misol uchun. Yo'q, bu yoq ham yaxshi emas, u yoq ham yaxshi emas-da. Boshqaruvchilikda ham eplolmayapmiz. Biz assistentlar bunt qilgan o'shanda. Ish tashlashni qilishgan. O'shda boshqaruvchi bo'lgan paytimda. O'shuning uchun men taslim bo'lganman, yo'q, men kerak emas ekanman nima deganman.
Siz anaqa fokusingiz spetsialistdek bo'lib qolishi kerak. Uni ustida обязательно tizim qilib beradigan bitta odam bo'lishi kerak. Bu ham bizning qadriyatimizga, klinikani qadriyatiga mos keladi. Bizda ham xuddi siz aytganingizdek, eng kelayotgan kadrlarni qanaqadir payt boshqaruv etapiga qo'yib, shu kompaniyani og'irligini bir his ko'rgin degan narsa bo'ladi. Bolani olib suvga tashlab yuborganingizda shunaqa etap bo'ladi. Bu juda ham katta opit. O'sha opit hozir sizga shu boshqaruvchini tayyorlash degan narsani signalini olib kelgan bo'lishi mumkin. Shu etapdan o'zingiz o'tganingiz uchun. Hozir mana yaqinda qo'ygan Instagram postlaringiz tagiga negativlar yozildi-ku. Bitta mutaxassis yozishibdi. Klinika nima qilgan ish uchun 60% oladi degan kommentariy qoldirishganda. Biznesmen nima qilgan ish uchun 60% oladi degan nimani g'oyani berishgan. U siz aytgandek uni tatib ko'rish kerak-da. Tatib ko'rish kerak. Shunaqa holat bo'ldi. Mana o'zimni akamni klinikasida, qarindosh akam bilan ularning klinikasida boshqaruv o'ziga qoldi. Shunda oldin boshqaruvni dadalari qilishgan, hozir boshqaruv o'ziga qoldi. Bir kun gaplashdik yaqinda. 3 ta vrach ishlashadi o'zlari va yana 2 ta vrach ishlaydi. Keyin rasxodlarni hisob qildik. Qancha rasxodchi bor, kommunalkaga, oylikka, nimaga. Keyin vrachlari 30% dan oladi qilgan ishini, material ishxonani hisobidan. Men so'ragan narsam, o'zing 30% olasanmi? Bunda boshqaruv sonida bo'lganligi hisobiga sen vrachligingdan topgan 30%ingni olishing kerak va boshqaruvchilikdan ham oylik olishing kerak. U o'zini 30% ham to'liq olmaydi. U chunki rasxodda yetishmovchilik bo'lsa o'zidan beradi. 30% dan beradi. Bu biznesni to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligidan. Ya'ni o'zi tashqaridan qaraganda mana bu akani gapi bo'yicha nima qilgan ish uchun 60% dan olyapti deydi-ku, u 60% cho'ntagiga olmaydi-ku. To'g'rimi? Shuncha klinikani rasxodlari borda, undan oshganini oladi. Shuning uchun ham menimcha bu negativlarni asossiz deb o'ylayman. Va shu negativ bo'lmasida qachonki xuddi sizdaqa bitta tatib ko'rganda shunaqa negativ fikr bo'lmasdi. Tizim ko'rish kerak baribir. Tizim ko'rish kerak. Tizim ko'rib, tizimdan chiqish kerak. Hozir o'zingiz shogirdlaringiz shu narsani amalga oshirasizmi? Klinikani upravleniyasini berib ko'rish holati bo'ldimi? 5 yil ichida. Menimcha yangilik bo'ldi. Siz aytgan hozirgi gap, ya'ni xodimni klinikaga boshqaruvga qo'yib ko'rishni sababi tatib ko'rsin degan ma'noda qo'yib ko'rish, topshirib ko'rish. Qilib ko'raman, endi qilib ko'raman. Shu paytgacha qilmagan. Bizda 1 yil ichida adashmasam 6 ta boshqaruvchini almashtirganmiz klinikalarda. 2 oy boshqarib ko'radi, 3 oy boshqarib ko'radi, aytganingizdek oq flag ko'tarib keladi. Boshqaruvdan tushgan kadrga ustub, bezustub, avtochkani o'rganish osonroq bo'ladi. Unga boshidan boshlayotganimizda agar biz ustub, bezustub o'rgatadigan bo'lsak, natijada uning uchun bu qiyindek tuyuladi. Qiyinroq narsani beradigan bo'lsangiz, daryoda suzib yurgan bolani basseynga tashlab qo'ygandek narsa bo'ladi, rohatlanadi u. Maza qiladi. Bolamiz почти 8 oy boshqardi klinikani. Bugun operatsiyonkadan oldim uni. Klinikaga ortoped sifatida qo'ydik. Men maza qilar ekanman deyapti endi. Bo'lmasa har kuni nalogiga yugurishi, produkt sotib olishi, svetga chiqish hammasiga o'zi yugurardi. Endi faqatgina maza qiladigan ishi qolgan shu spetsialist, shu o'zi yaxshi ko'rgan spetsialist, endi shuni unga fokusini qaratishi yaxshi. Ertaga u hech qachon borib men o'zim boshqaruv yo'nalishini topaman yoki hali anaqadek kommentariyada 60% nega ketadi degan savol aniq javobini biladi. Terapevtga ham, xirurgga ham oson o'zi tushuntirib, qatta matematikasini bilish uchun o'sha etapini ham qo'shsangiz sinaladi. Bo'ladi. Mana shu yerda savol borda. Bu yerda boshqaruvga vrach qo'yib ko'ryapman deyapsiz-ku. Klinikani boshqaruvda muammo ko'paymaydimi bunda? Klinika bizda o'zi tizimlashgan. Tizimimiz bor. Uni vazifasi faqat ko'proq. O'sha raqamlarini ko'rish kerak. Raqamni ichidan chiqish kerak. Tushundim. Oilada ham baribir o'tganingizda ota-onani 12 yosh, 13 yoshga kelganimizda ota-ona qanaqa qiynalayotganini sekin ko'rib, ularga sekin yordamlashish kerak degan narsani his qilamiz baribir. Ozgina ham tushib chiqsam, bozorga qarashib borsam, oila
yaxshi anaqa qiladi. Kompaniya ham bitta bu oilada. Oilaga kelgandan keyin shu joylarini matematikasini ham biladigan bo'lsa, ertaga siz aytgandek svet yoqib yurmaydi, ekon o'qib yuradi. Bu narsani bizga texnik shkolada o'rgatishgan. Komanda kelayotganda finanslarni biz bilardik. Finansni biz o'zimiz olib kelib berardik. Doktor pul bersa, borib olib kelgin deyilardi. Finans olib kelib, ustoz qo'liga topshirilardi deydi. Qanchani qilyapti, shunga qarab turib, ob'yom oshishini ko'paytirganmiz. Rasxodlarni ham bilasizda keyin. O'zim adam bilan texnik laboratoriyada ishlardik. 70-60 единица qilardilar. Endi yoshlar katta bo'lib qolgan, sahar kasalliklari ham bor edi. 400 единица qila olaman deganman. 400 единица ko'tariladi deb ko'chadan yana ish olib kelish boshlaganman. Ya'ni bu 330 ta koronkani bemalol man qila olaman degan narsaga qo'shimcha ola olganman. Ularda ham shu yosh pokoleniyada, energiya pokoleniyalarida so'raganda, oyiga 500 единица qilardim degan javob olganman. Yosh paytlarda. Shuni sanam siz ham, men ham pokoleniyamiz. Men o'sha futbolchidan chiqqanman deyman ishxonada. Meni trenerda qaranglar deyman. Ishxonada spetsialist sifatida ko'rmanglar, meni как coachdek ko'ringlar deyman. Mashetatdan o'tsanglar, finansini tushunsanglar, hozir menejmentdan kiradigan bo'lsanglar, ichkarisida tizim oson, stomatologiya qiyin bir soha deb qarash kerak emas. Uni tuzilmasini ham menejmentni o'rganayotganimizda ham uni shu Rossiyadagi mentalnost yoki Amerikadagi mentalnostdan emas, uni milliylashtirilgan holatda. Chunki bizning patsientlar o'zimizni mentalnostimizga mos, aytganingizdek, viqor beradi desangiz, u viqor nimaligini tushunib chiqib ketishi mumkin. Lekin Koreyada yoki Amerikada yo'q deydi, menga deydi, kosmetika muhim deydi, bu dunyo muhim, menga mana shu narsani chiroyli qilib bergani deyishi mumkin. Mana shu menejment, mana shu konsultatsiya, mana diagnostika da bolalarni shu shkolamizda olib chiqadigan bo'ladigan bo'lsa, ertaga ular spetsialist bo'lganda ham qiynalishmaydi. Shu Densimoda ham esimda boshida borib kommunikatsiyalarni ko'rganimizda aytardim shogirdlarga, bunaqa klinika Toshkentda ham ko'rmaganman, qadriyati baland. Shundayda bitta katta o'zi maktab, shkola. Mana sizda ham hozir bitta maktab shakllandi, Alloh xayrli qilsin. Qolgan stomatologlarga tilaklaringiz. Biza o'zi stomatologlar hamma yig'ilib, mana bugundan boshladik Samarqandda 6-dan 8-gacha oktyabrda искусственный intellekt bo'yicha lokomotiv deyman, har doim Jasur akam bitta tadbir uyushtirdilar. O'sha yerda o'zi yig'ilmoqchimiz. Shu stomatologlarga qanaqa maslahat bera olasiz, qanaqa qilib kommunikatsiya qilib yig'ilishimiz mumkin bilan biza shu 3 yillik strategiyamizda, 5 yillik strategiyamizda ertangi asoratlarni qanaqa birgalikda davolashimiz mumkin, yangi zamonaviy usulli diagnostikani qanaqa birgalikda o'rganishimiz mumkin. Menga bir qisqa maslahat bersangiz. Birinchi beradigan maslahatim bu har qanaqangi holatlarda, yangi holatlarda shu keysni qilib ko'rgan mutaxassislardan maslahat so'rash. Misol uchun Instagramdan, Telegramdan menga yo sizga yozsa, agar o'zingiz bo'lmasa ham shu bo'yicha javob bera oladigan mutaxassis ko'rsatib yo'llab berasizda, yoki o'zimiz misol uchun javob berib maslahat beramiz. Buni so'rash birinchi o'rinda. Uyalmaslik, xijolat bo'lmaslik. Ko'pchilik baryer qo'yadi-da, bir internetga chiqyapti, vaqti bo'lmasa kerak boshqa deydi, yozib qo'ying, javob beradi qachondir. Bugun bo'lmasa, ertaga bo'lmasa, 2 kundan keyin. Bo'lmasa yana bitta so'rab ko'ring, misol uchun javob beradi. Birinchi o'rinda shu, ikkinchi o'rinda o'zida boshqa mutaxassis ham o'zidek deb bilish, uni ishini kritika qilganda, boshqa qilganda uni pozitsiyasiga qo'yib ko'rish. Buni orqasidan agar nimadir noto'g'ri gapirib qo'ysangiz, boshqa odamni kasbdan chiqib ketishi mumkin. Boshqa odam, ya'ni siz agar isloh qilmoqchi bo'lsangiz, vrachga o'ziga telefon qiling-da, mana shu ishingiz noto'g'ri bo'libdi, mana shuni bunday qilib to'g'rilab ketsa bo'ladi deb, to'g'ridan-to'g'ri o'ziga chiqing. O'sha kasal bemorga achinyapsizmi, bemorga aytmang-da, vrach o'ziga chiqing. Mana shuni xohlasang yordam beraman, xohlasang yo boshqa. Keyingi narsa birlashish masalasida shunaqa tadbirlarga kelish kerak rostdan. Shunda biladi, shunda tushunadi. Mana sizni klinikangizga 2 yil oldin kelganimizda, 3 yil bo'libdi. Shu Abdulhamid o'rtog'imiz ishlayotgan paytda kelganimizda klinikada sharoitlarni ko'rgandik, holatlar, u ham o'sha paytda zo'r edi va hozir biz o'sha paytga yetib keldik-da.
o'zimizni klinikada o'sha narsalarga yetib keldik. Keyin hozir bu yoqqa kelishimizdan oldin bir kirib o'tamiz dedingiz. Mani hayolimda biz o'sha darajaga yetib bo'ldik degan fikr bor edi-da. Hozirgi klinikadagi holatni ko'rib men dedim to'g'risi. Yana ham ichimga g'ulg'ula tushdi. Yana ham yangi maqsadni qo'ydim. Misol uchun sirkonzan apparatini men umuman kutmadim. Sirkonzan apparatini o'sha bizda ishlatilayotganligini. Chunki bu o'ta darajada daqiqlik talab qiladi-da. Misol uchun Amangerbach artikulatorlari bilan ham 95% ishni qilsa bo'ladi. Ya'ni kim bitta ortoped hozir qolip olishdan boshlab to ish taqqungacha idealga 100% deydigan bo'lsak, 95% qadamni shu qo'ldagi resurslar bilan qilsa bo'ladi. Ya'ni zo'r artikulatorlar bilan, kandilograflar bilan qilsa bo'ladi. Sirkonzan sistema bu mikron darajasiga qo'shib beradi xolos-da. U millimetr emas, 10 millimetr emas. Ya'ni 5 mikron, 10 mikron darajasida ishingiz sifatini yaxshilab beradi va shu apparat sizda bor. Men qoyil qoldim. Agar vrach o'zini klinikasidan chiqmaydigan bo'lsa, vrach kommunikatsiya qilib boshqa joylarga bormaydigan bo'lsa, o'zini ishi xuddi zamonaviy yetib kelgan deb xuddi men tasavvur qilganimdek, bo'ldi biz ham yetib keldik deganimizda tasavvur qilib qoladida. Yangi marralar qo'ymay qoladi o'ziga. Ya'ni networking, kommunikatsiya bu muhim. Shunaqa tadbirlarga, shunaqa o'qishlarga kelib turishlarini aytardim, maslahat berardim va to'g'ridan to'g'ri mutaxassisdan o'ziga aloqaga chiqishdi, savol so'rashi, maslahat so'rashi, ustoz tutishdi, yaxshi bitta ustoz ushlashi doimiy maslahat bergan bo'lardim. Men hozirgacha o'zim ham ustozlardan maslahat so'rab turaman. Ko'p ustozlarimiz chetda. Men oldin davolamagan keyslarim bo'lsa, davolab ko'raman. Keyin yaqinda ortognatikadan bitta keys qo'yildi. Eronlik bitta mutaxassis, doktor Bexnya ish qo'ydi bitta. Men ko'zi bilan birga oldiga chiqargan yuqori jag'ini. Ko'z kosasi bilan ko'z kosasi chiqib turgan bo'lgan sindrom, Kruzon sindromini davolagan. Men shu mutaxassis o'ziga chiqib ko'rdim. Javob berdi, klinikasiga assistenti nima qildi, javob berib, bir haftaning ichida rentgenlar o'rganib chiqib javob yozishdi. Ya'ni kim u mirovoy odam, bunday olib qaraganda, uni keyslarini butun dunyo tan olib nima qilib turibdi va shu odam ham javobsiz qoldirmadi. Shuni maslahat bergan bo'lardim. Ya'ni kim sizdan yaxshiroq qilgan mutaxassis bormi, o'sha ishni maslahat so'rang, kerak bo'lsa dostupniy bo'lsa o'qishlariga boring, shundan o'rganishni maslahat bergan bo'lardim. Har doim aytamiz, somsa yopadiganchidan o'rganish kerak, nonni non yopadiganchidan o'rganish kerak. Har bitta sohani o'zini ustasi bor. Ahrorxon, sizga kattakon rahmat aytamiz. Mazmunli, juda ham samimiy suhbat bo'ldi. Men o'zim ham ancha insaytlar oldim. Rahmat. Men kelajakda birgalikda bo'ladigan ishlarimizga omad tilab qolaman. Oxirida bitta nima qo'shib chiqib ketaman. Bir artizonlar yig'ilib o'tirganimizda, ular sizni liderligingizni o'xshatish qilishgan. Xuddi mana palatka bo'lsa, palatkani yoyayotgan paytingizda o'rtasidan tepaga ko'tarsangiz, butun palatka ko'tariladi tepaga qarab. Aytganlar Sardor akam stomatologiyani ko'taryapti-da, qolgan stomatologiya ham ko'tarilyapti shunga mos ravishda deb o'xshatib berishgan. Bu hozirgacha ham aktual. Mana shu narsa inshaalloh. Va men niyat qilganman, men ortodontiyadagi Sardor aka bo'laman deb niyat qilganman. Inshaalloh shu harakatda yuribmiz. Xudo xolasa, omad ishlaringizda birgalikda shu bizda ortodontlar, ortopedlar, texniklar yig'iladigan bo'lsa, har bitta o'zini направленияsi bo'ladigan bo'lsa, umumiy bitta stomatologiyaga, chunki diplomimizga bizga vrach, keyin stomatolog yozadi. Keyin biz узкий направленияni tanlaymiz. Har doim stomatologlarga aytaman, birinchi o'rinda o'sha insoniylik kачествосimiz olib qolishimiz kerak. Keyin vrachligimizni bilishimiz kerak, keyin узкий yo'nalishni tanlab olishimiz kerak. Birgalikda, xudo xolasa ishlarimiz omadli bo'lsin. Rahmat.